Kir yuvadiganlar qattasizlar. Etmasam qo'linglarni yuvib o'tiraverasizlar. Dunyodagi eng kuchli brendlardan bo'lgan, eng ko'p pul qo'yib sotiladigan Franco'ning avtomatini chegirmaga qo'ysam, sotuvchilar bunga nima bahona qilar ekan? Bozorlarda aynan shu avtomatni 6 kiloligini o'zini 350 dollar, 9 kiloligini 500 dollar sotilyapti. Taxmin qilib ko'ringlarchi. Men bu avtomat sizlarga necha pulga arzon qilib olayman? Avtomat Franco 9 kilo kiryapti. Avtomatlarda bo'ladigan jamiiki funksiyalar shu mashinada mujassam, motori ham invertorning 50% gacha ekonom qiladi. 15 xil programma tanlasanglar bo'ladi. 15 minutdan tortib EcoSport Delicatni STEM, ya'ni par funksiyasi ham bor. 99 u 199% sterilizatsiya qiladi. Barabani ham katta bo'lib turibdi. Bir xonali kvartirada keladi. Ko'rpa to'shi, parda, kurtkalarni bemalol yuvaradi. Avtomatida kir yaxshi yuvilmasligi, teshiklari kamligidan bo'ladi. Bu mashinada ancha ko'p va suvni obработкасы ham yaxshiroq. Shuning uchun ham kir yuvilishi ham, chaylishi ham ancha tozaroq. O'zingizlar kelib bemalol test qilsanglar bo'ladi. Rangi ham go'zal, qora matviy seri detal bilan kombinatsiya qilingan. Maya programma opsiyasi ham bor. Kerakli funksiyalarni dabayib qo'yasizlar, bolalaringizga ham o'rgatib qo'yasizlar. Bu mashina sun'iy intellekt bilan hamnafas ishlaydi. Elektronik displeysi va tarozisi bo'ladi. 1 kilo kir yuvsanglar 1 kiloga, 9 kilo kir yuvsanglar 9 kiloga rasxod qiladi. Ko'p joylarda 500 dollarga sotiladigan avtomatni faqat va faqat Instagramga va Telegram kanalga podpiska bosib qo'yganlar uchun bor yo'g'i 324 dollar qilib beraman.